Assalomu alaykum barcha musofirda yurgan aka-uka opa-singillar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Shu bundan bir necha kun oldin Oysha qizimizni video qilib chiqqandik. Shunga shu yordam qilib shu videoni tarqatib yurganlardan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir murojaat qilib chiqib shu qizchaning vaqti kam qoldi. Akalar-ukalar shu musofirda yurganlar yana bir video qilib chiqyapmiz-ki 24-may kuni yo'llanma bergan ekan Sankt-Peterburg, Moskva Sankt-Peterburg shahrida yo'llanma berilgan ekanki, shu ko'z jarrohi bo'yicha $3000 dan $6000 mablag' yetmagani uchun iltimos qilib chiqqandi shu Oyshaxonning onasi. Shu qo'ldan kelguncha shu videoni tarqatib, shu obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, shu videoni kengroq tarqalishiga bir yordam qilib hissalaringizni qo'shasizlar degan umiddaman. Shunga vaqt oz qolgan. O'shanga bir qo'ldan kelguncha videoni tarqatinglar. Shu 5 so'mmi, 10 so'm bo'lsa ham shu tezroq shu pulni yig'ib, hech bo'lmasa bir ko'zni davolashga bir mablag' yetkazib beraylik. Shu farzandlarimiz qatori ham shu Oyshaxon shu dunyoni ko'rib, shu farzandlarimiz qatori bir o'yin kulgini zavqiga to'lib, bir ko'rgan paytimiz o'zimizdan qonib yuraylik. Hech kimga bir aql o'rgatish niyatim yo'q, akalar. Ko'pdan beri shu videoni chiqarganimga bir 15 kunlar bo'ldi. Shu 15 kun ichiga kamida bir 50 kishi shu misol yaxshi yo'lda yursangiz ham, yomon yo'lda yursangiz ham bir kavlaydigan bo'layganda, hisob-kitobini olib boradigan, misol arqadan tosh otadiganlar bo'laygan. Shu kuni endi bozor kuni shu Qamashi qishlog'i, Kasparyon Qamashi qishlog'ida bozorga chiqqanimda bir 10 tasi yo'limdan chiqib sangamas, bunaqa ishni qilish, u edi, bu edi deb nima qildi. Men xo'p deb o'tib ketdim. Bunisini oldidan o'tsangiz, bunisi ishlaydi, bunisini oldidan o'tsangiz, bunisi ishlaydi. Keyin bir ikkita yosh kattalar ushlab shu gapni aytganiga aytdim, amaki, aka, endi aytishi bo'yicha mashinani sotsin, uyi chiroyli qilingan, oyog'im tagida mashina bor, u bu deb shunga o'xshash gaplarni qildi-da. U mashin bo'lgani bilan oddiy bir Nexia, yangi eski chiqqan o'sha birinchi yangi chiqqan mashinalardan 20 millionga ham olmaydi uni hech kim. Xo'p, o'sha mashinani sotdi deylik, uyini sotgandan keyin erta davolab kelgandan keyin ko'chaga yotadimi, qayerga yotadi u qizcha bilan oilasi. Yordam qila olsang qilgin, qila olmaysan nima kerak unda dedi g'idi qilib lishni gap so'z. Xudo ko'rsatmasin erta sani boshingga tushgan payt shu gapni nima uchun aytdim, yo'q Xudo menga ham ko'rsatdi deb keyin yaqinni tishlab o'tirishning foydasi yo'q. Qila olmaysanmi, dardingni ichingga qil, emisimgina o'tir. Bitta narsaman shunaqa odamlarga bir gapni aytmoqchiman. Hech qachon bandasidan sinovdan o'tmaydi hech kim. Xudo shu bizani yaratdimi, bandasini faqatgina Xudoni sinovdan biz o'tamiz. Bandani nimasidan o'tmaydi hech kim sinovdan. Shunaqa odamlar ham bor ekanda, shu musofirda yurgan aka-uka, opa-singillar, karta nomerni qoldiramiz. Iltimos sizlardan, vaqtimiz oz qolgan. Shu 24-may kunigacha shu xatyabi bitta ko'zni davolashga shu narsani yo'lga qo'ygandik. Shu karta raqam qilib, shu sizlardan iltimos qilib chiqqanimiz sababi shu qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Shu befarq bo'lmasdan shu qizchani ham shu o'zimizni farzandimizda ko'rib, shu farzandlarimizni qatorida ko'rib, shuni ham bir hayotda zavq shavqidan to'lsin degan aka-ukalarimiz bo'lsa, shu qo'llab-quvvatlashingizni iltimos qilib so'raymiz. Agar kimda-kim mablag'i yetmasa, yordam qila olmasa ham shu videoni tarqatishga yordam beringlar, shu gruppalarga tarqatib shu kengroq tarqalsin shu videomiz. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iltimos qilib so'rayman sizlardan. Qizimni ko'zlari ko'rmaydi.
Judayam qiynalib ketdi bacham. Qiynaldi. Uyg'onadi. Jim o'tiradi to o'zimni eshitguncha. O'zimni eshitib xursand bo'lib ketadi. Eshitmasa yig'laydi. Iltimos yordam beringlar. Qizim ham hech bo'lmasa mayli, achki bilan bo'lsa ham shu dunyoni ko'rsin. Shunaqa qo'rqadi. Biron tovush bo'lsa, baland gapirsa, bironta qo'rqib ketadi qizim. Qo'lchalari bilan meni qidiradi. imkonim bo'lsa edi, ikkala ko'zimni ham Xudo guvoh farzandimga berardim. Shu qizimga ikkala ko'zimni ham berardim. Qaniydi bir imkon bo'lsa edi, bittagina imkon bo'lsa edi. Hech ikkilanmasdim. Iltimos sizlardan, iltimos qusur emas bizlar. Iltimos yordam beringlar. Judayam kam vaqtimiz qoldi. Biz ham qo'limizdan kelganini qilamiz, qarab o'tirganimiz yo'q. Ota-onam, akam qo'llaridan kelganini qilibdilar. Odamlar o'ylashi mumkin. Bunday deb, lekin iltimos noto'g'ri o'ylamanglar. Noto'g'ri o'ylamanglar. Mana shu balam uchun, farzandim uchun, nevaralari uchun ota-onam, akam ham, hammalari, hamma qarindoshlarim, hammasi qo'ldan kelganini qilibdi. Bizda vaqt kam, judayam kam. Agar mayda oxirida olib bormasak, qizimni ko'zlari ko'rmay qolishi mumkin. Iltimos yordam beringlar. Bizda vaqt kam qolibdi. Maysha nima? Yaxshi insonlar, saxiy insonlar ko'p. Farzandimga yordam beradigan, faqat ular xabarlari yo'q, bilishmayapti. Iltimos. Go'dagimga rahmlaringiz kelsin. Allohim sizlardan yaxshi insonlarni sababchi qilsin. Duo qilinglar, shifo bersin. Farishtamga shifo bersin. Qizimga Allohim shifo bersin. Jonim mani. Yomon qiynalib ketibdi qizim. Qiynalib ketibdi. Asal qizim.